Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. 22 martdan 23 martgacha Pokistonning poytaxti Islomobodda chaqirilgan Islom hamkorlik tashkilotining 48 navbatlik tashqi ishlar ministrlari yig'iniga Sharq Turkiston musulmonlariga qarata rahimsizlarcha irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan mustabid Xitoy hokimiyatining tashqi ishlar ministri Wang Yining so'z qiluvchi sifatida taklif qilinishi xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining va chet ellarda faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarining intayin kuchli noroziligini qo'zg'agan. Mazkur yig'inda Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining ko'ziga qadilib turib, Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasini mardonlik bilan tilga ilib, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan zulm siyosatini ayblagan birdan-bir kishi Turkiyaning tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu bo'lgan edi. Mavlud Çavuşoğluning yig'inda qilgan so'zining aynan teksti mundaq: "Qimmatli qarindoshlar, turkchada bir so'z bor. Do'st og'ritib aytadi deydigan. Bugun do'stlar yig'ildik. O'zimizga savol qo'yib, oldi bilan uyimizni qandoq tartibga solamiz deb tirishishimiz kerak. Dunyomiz qiyin kunlarni o'tkazyotidi. Yevropadagi urush hammamizga ta'sir qilyotidi. Manfaat insoniy qadr-qimmatning oldiga o'tgan, axloqiy qimmat ojizlayotgan bir davrda turyapmiz. Nurg'un islom davlatlarining ismi urush, terrorlik, azob va qatlamlar bilan xotirlanadigan bo'ldi. Xitoyda Uyg'ur turklari va boshqa musulmonlar diniy haqlarini va madaniyat kimliklarini qo'g'dashda qiyinchiliklarga uchramoqda. Islom olimi Sarayevodan Urumchiga, Bog'charoydan Saroyga, Molidan Mo'roga har xil iztiroblarni chekmoqda. Undaqda qolganlarimiz bu bearamchilikni anglayotgandik. Uyg'ur turklarining ahvolini ko'rmasga silish to'g'rimi? Musulmon alla bu davlatlar bilan ixtilofda yassun demayotamiz. Uning aksicha yaxshi munosabatlarimizni musulmon to'plarining ahvolini yaxshilash uchun qo'llanayli deyotamiz. Bu Çavuşoğlu'nun mutlaq ko'p qismi Uyg'urlar masalasiga ko'z yumgan yoki Pokistonda Xitoyni qo'llab kelgan Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar ministrlariga Uyg'urlar masalasida tunji qitim ochiq-oshkora xitob qilishidir. Bu munosabat bilan istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raisi, strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining mazkur yig'inga so'z qiluvchi sifatida taklif qilinishining orqa ko'rinishi va Mavlud Çavuşoğlu'ning yig'inda qilgan yuqorqi bayonlari haqida qarashlarini bildirib mundaq dedi. Pakistan'daki sahipxonligida budaqi İslam Hamkorlik Tashkilotining tashqi ishlar ministrligininki yig'ini va mushu Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yini chaqirishi va shundaqla yig'inda nutq so'zlash haqqini berishi islom davlatlarininki Xitoy bilan bo'lgan munosabatininki bir tarafini ko'rsatdi. Gerçi bu ba'zi islom davlatlari Xitoy bilan bo'lgan munosabatda, misol siyosat, geopolitik, shundaqla energiya va ticari, iqtisodi degandek nurg'un manfaatlari bo'lsa-mu, ammo islom dunyosininki bu g'arbdan yiroqlashishi, Xitoyga yaqinlashishi, chunki Xitoyni mushu Amerika g'arbga taqobil tura oladigan davlat, eng muhim bir davlat deb ko'rgashgan. Shundaqla bu Xitoymi mushu islom hamkorlik tashkilotininki bu minbarida o'zininki siyosatini bu yerda antish bilan birlikda bu konferansdan foydalanib g'arbga bir qarshi ishlatadigan bir maydon qilib ishlatganini ko'ryapmiz. Bo'libmi Wang Yininki nutqida ham g'arbni tanqid qilib, ham islom davlatlarininki o'z oldiga meselelerni hal qilishni qanday qo'llaydiganligini va yanala Filistin bo'lsin, Kashmir bo'lsin, bu yerdagi meselelerni tilga olib turib, ammo Sharq Turkistondagi musulmonlarninki meselesini qat'iyan tilga olgani yo'q. Qolgan ba'zi bu islom davlatlarimi mesele Uyg'ur meselesindami qichib turdi, bu gaplarni deyishmadi. Demek ki Uygur meselesini bir tarafa kayırıp durup iki taraf bir hamkarlık kılışınınki kararını belgendek durdu. Şunda bolsama bazı İslam devletleri, mesela Türkiye'deki devletlerime yani şu dünyanınki, yani İslam dünyasınınki nurgun caydaki bu izlivatkan Müslümanlara sahip çıkış gerek bolganlığını ve o meselelerini kayırıp koyup bir hamkorlik qilishning qiyin bo'lganligini tilga olgan bo'ldi. Ya'ni islom hamkorlik tashkilotininki butun a'zolari hammasi Xitoyga yaqin bo'lishi va Uyg'ur masalasini ko'rib qo'ygan bir ahvolmi yo'q.
Fakat bunda bir ahval İslam Həmkarlıq Təşkilatının işçinima bölüdüğən bir ahval olub qaldı. Çünkü bazı meselelerde bulubmu Müslümanların meselesinde bularınki köz qaraş birlikte bolmağaçqa bu təşkilatınki funksiyasını biraz acizlaştırıp koydu. Türkiye her daim Uygur meselesiga sahip çıkmasını bazen meyli Birleşken Devletler Teşkilatı'da bolsun, meyli muşu İslam Həmkarlıq Təşkilatı'nda bolsun ve Türkiye'ninki içki siyaset meydanlarda bolsun Uygur meselesini tılığı ilip dep kelivatıdı. Ama mühim bolğan bazı İslam devletler bunu qılmayvatıdı. G'arbmi o'zininki qarindoshlarga sahip chiqmay Xitoydek islomni bo'layotgan, misolga Xitoy islomi, Arab islomi deb islomiyatni bo'layotgan bir davlatga va shundaqla o'zini qarindoshini qiynayotgan bir davlatga bunday yaqin qilishi qandoq tushuntirgil bo'ldi degan tanqidlarmi kelyapti. Bumi xalqaroda bu islom davlatlarga bir bisim shakllanadi. Şununla bu İslam Həmkarlıq Təşkilatı ümmetni esas qılğan halda, yani Müslümanlığa bulubmu izləyətqan, zulüm görüyətqan Müslümanlığa sahip çıkış gerekti. Ama bu da yığında bulubmu Pakistan'dan ki sahipxanlığı da ilip bağan bu yığında bunda bir ahval görünmedi. Belki kelgüsünde bunda ahvallar yani izləyən, zulüm görgən Müslümanlığa sahip çıkışı belki mühim bir hizmeti, mühim bir siyaseti buluşuna kütümüz emdi. Xitoy hökuməti yaqında Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Ali Kengişinin komissarı Michel Bachelet'nin Xitoyda, cümlədən Şərqi Türkistonda ziyaret buluş tələbiga qoşulğanlığını elan qılğan idi. Mubada bu ziyaret 5-ci ayda əməlləşsə, Michel Bachelet 17 ildən bu yan Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Ali Komissarının Xitoyning kişilik hüquq məsələlərini təşkil üçün Xitoyni ziyaret qılğan tuncu yuqori dərəcəlik əməldar olub qaldı ekan. Michel Bachelet Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının Kişilik Hüquq Ali Komissarlıq vəzifəsini qoyulub uzun ötməy, yəni 2018 yılı sentyabrda Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Kengişinin yığınında Şərqi Türkistondagi atalmış qayta tərbiyələş lagerləri məsələsinin təşkillənishini tələb qılğan idi. Amma Xitoy dərhal bununla inkas qaytarıb, Michel xanımni bir tərəflilik bilan ayıplagan və 5 yıldan buyan onun ziyaretini rədd qılıb gələn idi. Lager şahidi Ömer Bakali köp qitim Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının Cənubdagi Kişilik Hüquq Komissarlığında və Londondagi müstəqil Uyğur sudida lagerlar və Xitoyning irqiy qırğınçılıq siyasəti haqqında guvohlik bergan. Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatini ichib ko'rsatishda xalqaro rol o'ynagan lager shohidlarining biri. Gollandiyadan Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining ziyoratini qabul qilgan Ömer Bakali, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq oliy komissarligining Sharq Turkistonda ilib bormoqchi bo'lgan har qanday ziyoratini mustaqil va to'solg'usiz bo'lishining mumkin emas deb qaraydiganligini bildirish bilan bir vaqtda ularning o'zi va boshqa Xitoyning zulmlari haqida guvohlik bergan shohidlarning oilasini ziyorat qilishini umid qiladiganligini bildirdi. U yana agar Michel Bachelet xonim onam bilan ko'rishgan taqdirda Xitoyning qirg'inchilik siyosati jinidan o'tgan hamrohi bolalardan ayrilgan onam haqiqatni so'zlashdan yonmagan bo'ladi dedi. Mihriyul Tursunning lagerdagi kashmishlari to'g'riliq guvohligi xalqaroda zo'r ta'sir qo'zg'agan edi. Bo'libmi uning lagerlarda ko'rgan jismoniy va ruhiy qiyin qistoqlar o'z yotgan bir kamerda 2 oy ichida 9 ayolning o'limiga shohid bo'lganligidek ichinishli kashmishlari xalqaro matbuotlar va kishilik huquq tashkilotlarining Xitoyning Uyg'urlar ustidan ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik haqidagi dokladlarda Xitoyning Uyg'ur qiz ayollari ustidan ilib berayotgan insoniyatga qarshi jinoyatlarining isboti sifatida o'tirg'i qo'yilib kelmoqda. Mihriyul Tursun Michel Bachelet boshliq kishilik huquq komissarlari xodimlarining 5-oydagi ziyoratida o'ziga o'xshash lager shohidlarini ilib berish mumkin bo'lgan bo'lsa, texmi to'g'ri va ahamiyatli bo'ladi deb umid qilib kelganligini, o'zi va boshqa lager shohidlarining buningga tavakkul qilishga tayyor deb qaraydiganligini bildirdi. O'zi va boshqa Uyg'ur, qozoq qiz ayollarning lagerlarda sistemlik bosqinchilikka uchraydiganligini qaysarlik bilan fosh qilib, Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan irqiy qirg'inchilikni dunyoga oshkorlashda xalqaro rol o'ynagan lager shohidi Tursunay Ziyovdin bo'lsa, agar Birlashgan Davlatlar Tashkilotlari xodimlarining va Michel Bachelet faqat Xitoy hukumatining ko'rsatganlariga ishinib qolsa, ularning bundoq bag'anidan bormag'ini yaxshi deb qaraydiganligini o'ttirg'a qo'ydi. Tursunay xonim yana agar ularning ziyorati Xitoyga jinoyatlarni oqlaydigan fursat bo'lganida, buning o'ziga o'xshash Xitoyning ig'ir zulmlarini boshdan kechirgan. Shundaqli hali ham irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan barliq kishilarning adolatdan, hatto hayotini umidini uzishiga sabab bo'ladigan cho'ng xatolik bo'ladi deb ogohlantirdi. Sharq Turkistondagi jazo lagerlari Xitoyning Uyg'ur va boshqa millatlarga ilib berayotgan zulmlari va qulluq amgigi qatorliq ig'ir masalalar dunyoga oshkorlanib, xalqaroda Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilish bilan ayblashning kuchayishiga agishib, Xitoy doiralari ko'p qitim o'ziga moyil
bir qism ellərning diplomat, muxbirlərini, hətta bəzi kişilik hüquq təşkilatları vəkillərini Şərqi Türkistanı ziyarət qilishqa təklif qilib gəlməkdə. Hər qitim Xitoy hökuməti tərəfindən o'rinlashtirilgan bu xil Sharq Turkistonni ziyorat qilish atratlari yasab chiqilgan soxta sahnalar va tayyorlab qo'yilgan kishilar bilan uchrashib, Sharq Turkistondagi haqiqiy vaziyat tamoman burmilinib xato uchurlarning tarqalishiga sabab bo'lgan edi. 22 martdan 23 martgacha Pokistonning poytaxti Islomobodda chaqirilgan Islom hamkorlik tashkilotining 48 navbatlik tashqi ishlar ministrlari yig'inida Pokiston bosh ministri Imron Xonning faqat Kashmir va Falastin musulmonlarining zulmga uchrayotganligini tilga ilib, Xitoyning dahshatli zulmiga uchrab kelayotgan Uyg'ur musulmonlarini faqat tilga olmaganligi kuzatuvchilarning diqqatini qo'zg'adi. Tunji pochta to'rida e'lon qilingan bir maqolda qayd qilinishicha, Imron Xon bu yig'inga biz 1 milliard 500 million nopusimiz bor musulmonlar turib, Falastin bilan Kashmir masalasiga qilcha ta'sir ko'rsatmadik. Biz birlik sap qurishimiz kerak. Bo'lmasa bu zo'ravonlik davomlashadi degan. Masxirlik yeri shuki, u musulmonlar dunyosining muhim tarkibi bo'lgan Sharq Turkistonda eng og'ir zulmga uchrayotgan Uyg'urlarni tilga olmagan. Bu orqali Xitoyning atalmish Xinjiang siyosatini davomli qo'llaydiganligini isbotlagan. Kuzatuvchilarning qarashicha, Pokiston bosh ministri Imron Xon ilgari necha qitim Uyg'urlar masalasiga ko'z yumib, mujmal va qo'sh o'lchamli gaplarni qilgan bo'lib, bu yig'inda Uyg'urlarni tilga olmasligi uning Xitoyga yaxshichaq bo'lishga tirishadigan ikkiyuzlamachilik siyosatini, Kashmir bilan Falastin musulmonlarini qo'g'dash haqida qilgan gaplarining naqadar tuturuqsiz yolg'on ekanligini isbotlab beradi ekan. Xitoy siyosiy byurosining doimiy hay'at a'zosi, Xitoy Xalq siyosiy kengashining raisi Wang Yang yaqinda Sharq Turkistonni ko'zdan kechirib, Xitoy Kompartiyasining yangi davrdagi Xinjiangni idora qilish strategiyasini yaxshi tonish va umumyuzlik amillashtirish kerakligini ta'kidlagan. Wang Yang 18 martdan 22 mart kunigacha Urumchi, Qashqar, Xotan qatorliq joylardagi yezi kanit, mahalla, maktab, korxona va masjidlarda tekshirib tadqiq qilish ilib borgan. 5 yildan beri bu rayonda terrorlik voqeasining yuz berib boqmaganligini maqtagan hamda kadrlar va ommadan Xi Jinping ideyasiga sodiq bo'lib, Xinjiangning uzun muddatlik muqimligi va taraqqiyotini saqlashni talab qilgan. Wang Yang yana partiyaning din siyosatini izchillashtirish, diniy ishlarni qonun bo'yicha boshqarish, Xinjiangdagi islom dinini xitoylashtirishni ilgari surish, Biyongtanning janubda kengayishini davomlashtirib, yerlik bilan Biyongtanning qo'shilishini tezlatish haqida yo'l yo'riq bergan. Analizchilarning qarashicha, Rossiya Ukraina krizisi davom qilayotgan, Rossiyani davomli qo'llash-qo'llamaslik masalasida qiyin tanlashga duch kelgan Xitoy hukumatı hozir bir balvoq bir yo'ldagi manfaatini qo'g'dab qilish uchun bu yo'lning muhim tuguni bo'lgan Sharq Turkistonni kontrol qilishni davomli kuchaytirdi ekan. Ham 5 yildan beri atalmish terrorlikqa qarshi turish nomida yurgizib kelgan qirg'inchilik siyosatini davomlashtiradi ekan. Rossiya hukumatining Ukrainadagi urushga yadro qurollarini ishga solmoqchi bo'layotganligi haqidagi xabarlar o'tirg'i chiqqandan keyin Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti buningga keskin inkas qaytardi. Reuters agentligining 23 martdagi xabarida aytilishicha, NATOning bosh sekretari Jens Stoltenberg shu kuni nutq so'zlab, biz Rossiyaning hujumlarini chekindirish uchun Sharqiy Yevropada ko'p davlat qo'shinlari ta'sis qilyapmiz. Rossiya yadro qurolini ishlatibla bu urushda yengib chiqamiz deb xomxayol qilmasin degan. Shuningdek, NATOning davomli holda o'zlarining do'sti bo'lgan Ukrainani kerakli yordamlar bilan ta'min etadiganligini, ammo buning hargizmi Rossiya bilan NATO o'rtasidagi qarshilikning mazmuni emasligini ta'kidlagan. Ma'lum bo'lishicha, NATOning Sharqiy Yevropadagi harbiy o'rinlashtirmasida zo'r tangshish tez suratda ishga oshgan. BBCning 23 martdagi xabarida aytilishicha, NATOning bosh sekretari Jens Stoltenberg o'zlarining Xitoydan ansirayotganligini alohida ta'kidlagan. U bu vaqtda qilgan so'zida Xitoy Rossiyani siyosiy yordam bilan ta'min etib kelyotdi. Shuning bilan birga oshkor yolg'onlarni va xato uchurlarni ko'plab tarqatyotdi degan. Xabarda aytilishicha, NATO hozir Xitoyning Rossiyani moddiy yordam bilan ta'min etishidan vahim yemoqda ekan. Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 49-navbatlik kishilik huquq kengashi yig'inida Xitoy va Rossiya izchil har qaysi davlatlarning tanqid obyekti bo'lgan. 21 kuni yig'in hay'atiga topshirilgan bayonotida Fransiyaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida doimiy turishliq bosh elchisi Jerome Bonnafut Rossiyaning harbiy tajovuzi va Xitoyning Sharq Turkistondagi turli zulmlarini barobar tilga olgan. U bu vaqtda qilgan so'zida Toshpo'lat Tiyub, Ilhom To'xta qatorliq Uyg'ur sarxillarni alohida misol qilgan holda har ikki joydagi qirg'inchilik qilmishlarining navbatda texmi yuqori pallaga chiqayotganligini ta'kidlagan. Hürmetli görünmeliler. Yuqorida Dünya Uyghur Qurultayı To'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sunduk. Keyin qitimliq programmamiz ko'rishaylik. Ko'rishchaman bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Can